bo'ladigan bugun sizlarga IELTS listeningni savol turlarini ko'rib chiqamiz. Savol turlari bizda qanaqa savol turlari tushadi listeningda? Listeningda 10 ta turdagi savol turi tushadi. Xo'sh, boshlaylik. Part 1 dan part 4 gacha 4 ta partda har xil qaysi birida tushishini aloqasi yo'q, ya'ni 10 xil turdagi savol turi tushadi. Boshlaylik. Bular 10 ta question type. Bu 10 ta question birinchisi matching, multiple choice, sentence completion, form completion, note completion, table completion. Bular hammasi to'ldirish, short answer questions, map planning levels and diagram flow chart completion. Bularni birma-bir ko'rib chiqamiz nimaligini. Birinchisi matching ekan. Hop, matching bu nima? Matching bu bizda savol turi tepada berilgan bo'ladi. Mana misol uchun mana jadval berilgan bo'ladi. Jadvalda sizlarga so'zlar berilgan bo'ladi. Shu narsani mana pastdagi savol birdan to'rtinchi savol. Misol uchun is in a rural area deb aytgan, shuni tepadagi savolni bittasini olishimiz kerak. Misol uchun is in a rural area, ya'ni qaysidir qishloq joyida deb aytgan. Bu qishloq joyida nimaligini topishimiz kerak. Misol uchun mana A joyida javob aytgan, Bridge Hotel, Carlton House, mana shulardan bittasini aytishimiz kerak. Bu narsa listening davomida aytib keladi. Misol uchun ikkinchisi only opened recently, yaqinda ochilgan, faqatgina yaqinda ochilgan. Buni tushunib olishlar kerak, tagiga chizish kerak bo'lsa recently, ya'ni ozgina oldin ochilgan. Shu qaysi biri ozgina oldin ochilganligini aytib o'tib ketadi. Ma'lumotlar bir ketmaganligida buni emas, buni ketmaganligida, ya'ni birinchini ma'lumotlar aytadi, rural areadan qaysi biri rural areadanligini topishimiz kerak. Bu unchalik qiyin emas, nomini matching tushundinglarmi? Shu orqali mana ABCDdan bittasini qo'ysa ko'pincha bittasi olib. The next one is multiple choice. Multiple choice qanaqa bo'ladi? Multiple choice'da misol uchun mana 3 ta ABC javoblar berilgan bo'ladi. At present, in the future, in the long term future. A javobda hozirgi kunda, B javobda in the near future, ya'ni kelajakda, in the long term future, ya'ni uzoq kelajakda, ya'ni ancha o'tganlikda. Shu narsani mana shulardan qaysi biri nimaligini topishga kerak. Misol uchun mana tepada savol bergan. In what time period can the float project help with the issues? Ya'ni qachon muammolar bilan qaysi loyiha muammolarni yechishga yordam beradi? Qaysi davrda? Misol uchun mana El Nino bormi? Shu El Nino qachon muammolarni yechishga yordam beradi? Bu ham unchalik qiyin emas. Hozirmi, kelajakdami? At present, currently deyish mumkin, recently deyish mumkin. Javoblarni aytadi. El Nino leading deydi. Misol uchun global warming savoli, tepadagi savol hammasiga tegishli. In what period can the float project encounter these issues? Ya'ni muammolar bilan, mana 26-30gacha bo'lgan savol, muammolar bilan qaysi float project, ya'ni loyiha qaysi davrda yordam berishi mumkin? Misol uchun El Nino qaysi davrda? At present, hozirda deyish mumkin, currently deyish mumkin, at the moment deyish mumkin. At presentda birdaniga aytmay, aytish ham mumkin. Yes. Nowadays deyish mumkin. Shu so'zni mana 2 bor aytadi. El Ninoni qachon projektni loyihani yordam berishini topishlar kerak. Shunda A yoki B yoki C tanlaysiz. Qoidalar shunaqa. Shundan 5 savol olishdi. 5 savol misol uchun ABCdan A, B, C, yana A, yana C qilib alashtiradi. Farqi yo'q. Shu El Nino misol uchun at present 3 tasiga tanlashingiz mumkin. Bu listeningda nima deyishga bog'liq. Ikkinchi savol turi sentence completion. Sentence completion bizda nima? Gapni tugatish. Sentence completion gap tugatish. Mana savol berilgan bo'ladi. Ikkita so'zga ko'p bo'lmagan so'z qo'ying. Shu narsani bilishni yetishtirasizlar. Studying is the open university demanded a great deal of something. Ya'ni bu gap berilgan gapni sizlar to'ldirishinglar kerak. A great deal of tegishingizda katta miqdorda nimadirni talab qilgan. Universitetda o'qish katta miqdordagi nimadirni talab qilgan. Shu katta miqdordagi nimadirni a great deal of boshqa so'z bilan aytish mumkin. A great amount of deyish mumkin. Shu narsani listening davomida ikkita so'zdan ko'p bo'lmagan so'zlar olishimiz kerak. Shuni qarang kerakmi? No, bu ishchilar kerak. Bu sentence completion, reading is No, reading ham passage dan topiladi-ku.
yo'q, bu unaqa emas. Bu boshqa savol. Bu sentence completion so'z to'ldirish, ya'ni bitta gap beradi, gap oxirida mana so'ralgan joyga qarab, nega chizib, tushunarlimi? Yes. Form completion. Form completion bu nima? Form completion bu yoqda mana bunaqa savol. Ya'ni bu gap emas, mana ism deganda ismdan keyin ikki nuqta qo'yib qo'yadi. His name is demasa gap emas, просто ism deydi, nimaligini yozish kerak. Delivery address degan. Jo'natish manzili. Jo'natish manziliga nimaligini yozish kerak. Ya'ni bu gap orqali emas, просто ifodalab ketgan. Gap kim tushadi? Qanday tushadi asosiy form completion. Misol uchun name of item order. Nomini yozishlar kerak. Ya'ni the name of item orders is deb mana ifodalanmayapti. Is o'rniga bu form completion. Asosan farqli. Barcha biz yozib qo'ydik. Bunu tushundilar? Asosan farqli Keyingisi note completion. Note completion bizdan nima? Note completion bu ham hozirgi form completion o'xshab ketadi. Faqat bu note completion kelishi mana section 2 debda, section 4 da ham kelishi mumkin. Bunda sal murakkabroq bo'ladi savol turi. Mana hozirgi name da emas, well known form. Birinchisi well known form deyapti. 11 dan 16 gacha bo'lgan savol ekan. Nima bilan mashhurligini topshirdi. Ben nearly the same form completion note completion. Faqat neredeyse personal keladi asosan kompligi bu section 2'da kelishi mumkin. 4'da part 4'da ham kelishi mumkin. Ozgina sabr. Mana bu ham so'zi bilan no more than 3 words. 3 so'zdan ko'p bo'lmagan yoki bitta raqam. Bitta raqam yozsa bo'ladi, yana yonida 3 so'z yozsa. 4 ta. Buni tushundinglar? Note completion bu. Keyingisi table completion. Table completion nima? Table completionda bitta jadval beradi sizlarga. Tepasiga yozib qo'yadi. Bu ham so'z qo'yasizlar. Hammasiga hozirgi completionlar hammasiga so'z qo'yiladi. Faqat shakllari qaysidir qanaqa shaklda ketsa boshqacha. Table completionda no more than 3 words degan 3 ta so'zdan ko'p bo'lmagan qo'shishlar kerak. Faqat table'da. Table'da mana day, time, event, venue deb bunaqasiga aytiladi. Mana 3 ta narsa bo'ladi bizda. 3 kun bo'ladi, 3 ta vaqt bo'ladi. 3 ta event bo'ladi. Bu narsa table orqali ifodalanadi. Misol uchun note completionda bu narsani ifodalashdan kerak, shunga table chiqadi. Mana Monday and Tuesday da soat 7:30 da nima bo'ldi ekan? Magic Flute degan opera bo'lar ekan. Bu Mozart tomonidan chalingan. Bu eventning nomi. Mana vaqti. Keyin venue. Biz joyini topishimiz kerak shu narsani. Aytadi, dushanba va seshanba kunlari soat 7 da Magic Flute deb nomlangan narsa bo'ladi va shu joyda o'tkaziladi deb aytadi. Keyin mana ticket price'lar. Bular hammasi mana ushtasiga ham shunaqa bir xil. Buni vaqti Wednesday ekan, Wednesday kuni nimadir deb nomlangan, qo'shimcha nom bergan. Nimadir deb nomlangan Canadian film aytadi. Canadian filmning nomini aytadi. Shu narsani topishga kerak. Keyin sinalar bor, keyin ticket price yana yozishga kerak. Shunaqa ora-oradan joylashib qo'yadi. Table completion bo'ladi. Bu taxminan misol uchun 12 ga keladi. Section 2 ga keladi. Asosan section 2 ga keladi. Mana section 1 no. Section 1 ga kelishi mumkin. Asosan section 2 ga keladi. Ano Cambridge 10-chi birida ham bor. Yo'q, aynan table. Birida. Birida ikkinchi section. Yes, asosan 2 ga keladi. Birida emasmi? Birida bo'lgan. Birda bo'lgan. Bo'lishi mumkin lekin bo'lishi mumkin. Har xil savol beradi. Tushuninglarmi table completion? Walking savol bergan. Yettinchisi summary completion. Summary completion nima? No more than 2 words da ikkita so'zdan ko'p bo'lmagan so'z. Bu summary completion nima? Mana reading ham bor, bu listening esa. Bu narsa summary completion mana misol uchun readingda bitta passagedan beradi-ku. Bitta passageda, qaysidir passageda holi bir chekilgan so'zlari aynan bitta passage job o'rnidan olinadi summary completionda. Bu mana origins of the caveman diet degan ma'lumot beriladi shu narsa haqida. Shu holi shu narsa haqida gapiradi, shu orqali topishlar kerak. Ya'ni summary completion asosan bitta passage yoki bitta mavzuga aloqador bo'ladi. Listening bitta mavzuga aloqador bo'ladi. Misol uchun no more than
two words bitti. Origins of Cayman diet degan mavzuda. There are many popular fad diets nowadays. Hozirgi kunda juda ham ko'p diyetalar turi bor, mashhur diyetalar. They all promise good health if you stick to the something. Demak biz maybe noun topishimiz kerak. Ya'ni ularning hammasi sog'lom ovqat turi, sog'lom bo'lishga foyda beradi. Agar siz nimagadir odatlansangiz, amal qilsangiz bo'ladi, yoki odatlansangiz bo'ladi. Misol uchun daily routine deyish mumkin yoki discipline deyish mumkin. Shunaqa oldindan tahlil qilasiz. Birinchi tahlil qilishdan mumkin bo'lgan so'zni turi, nounmi, verbmi, adjectivemi, shu narsani sifat, ot sifat fe'lligini qilib olsanglar, ya'ni o'zi bilinadi-ku. Ba'zilarda anaqa artikel qo'yib ketadi mana joylarga. Misol uchun nima bormi? Yo'q. Artikel qo'yib ketadi, deb turib, nuqta qilib qo'yadi. Shu ot bo'ladi. Bitta nimada? Ya'ni shu narsa orqali sizlar bilishlar, taxminlashlar qo'llanadi. Mana ma'nosini tushunsangiz, ma'nosidan ham nimani bilishi, aytishi mumkinligini taxminlashga bo'ladi. Misol uchun hozir tahlil qildim. Ularning hammasi yaxshi, sog'lom bo'lishga va'da beradi, ya'ni isbotlaydi. Yaxshi sog'lom bo'lishni ta'minlaydi deb bo'ladi. Agar siz nimadir qilsangiz, nimadirga amal qilsangiz, ya'ni qattiq amal qilsangiz, bu narsa nima bo'lishi mumkin? Tartib bo'lishi mumkin, mana sog'lom bo'lishi, tartib bo'lishi mumkin yoki diyeta yaxshi bo'lishi mumkin yoki nimadirga yemaslikka bo'lishi mumkin. Tartib bo'lishi mumkin. Keyingisi misol uchun this diet includes food such as lean meat and fish that our forebears ate before we developed something. Bu diyetalar shu lean meat bilan qanaqadir go'sht bilan baliqni o'z ichiga olgan va bizni yeyishimizdan oldin biz nimadirni rivojlantirishdan oldin yerkanmiz. Bo'lishi mumkin. Shunaqa qilib oldindan taxmin qilsangiz osonroq tushadi. Ya'ni osonroq yechasiz tezda. Bu tahlil qilishga minut beriladi-ku. Shu davomida tahlil qilish kerak savol. Shu tagiga chizishinglar kerak. Yozib qo'ysangiz noun Keyingisi summary composition tushundinglar-a? Keyingisi short answer. Short answer nima? Short answer mana bizda mana hozir ko'ramiz 11 dan 16 ga kelgan section 3 ekan. No more than 3 words, 3 tadan ko'p bo'lmagan so'z. What two factors can make social contact in a foreign country difficult? Qaysi ikkita omil ijtimoiy aloqani chet elda qiyinlashtiradi? Ya'ni ijtimoiy aloqani chet elda nima ikkita omil qiyinlashtirishi kerak bizga? Shu narsalar qiyinlashtiradi deb ikkita narsani aytadi. Bu просто yozib qo'ying, short answer, qisqa javob berishlar kerak. Shu ikkita narsani 3 tadan ko'p bo'lmagan so'z orqali ikkita faktorni yozish kerak. Mana keyingisi which type of community group does the speaker give example of? Speaker birinchisi yozib qo'ydi, ya'ni keyingi yozishni yozish kerak. Qanaqa holatdagi jamoa misol keltiradi bu narsaga? Mana teatr bo'lishi mumkin ekan, yana nimadir bo'lishi mumkin, nima bo'lishi mumkin? Park bo'lishi mumkin, kino bo'lishi mumkin. Ko'ramiz. Shunaqa oldindan tahlil qilib olishga kerak. Qaranglar. Which type of community? Demak biz turini topishimiz kerak. Community turini topishimiz kerak. Type tegachasizlar. Tepadagida factor. Bu ham noun bo'lishi kerak mana. Bundan keyingisi suitor. Communityni turi, guruh turi, odamlar guruhi turi kerak bizga. Nima so'ralayotganini bilib olishlar kerak. Keyingisi in which two places? Demak ikkita joy kerak bizga. Can information about community activities be found? Qanaqa ikkita joyda ma'lumot berilishi mumkin biz topishimizdan oldin. Ya'ni joy kerak ekan, bizda ikkita joy. 15-16-savol. Shunaqa orqali bizda short answer beriladi. 3 tadan ko'p bo'lmagan so'z orqali ishni tushunamiz. No more than 3 words. Raqam yoziladi. Shunga savolga keladi. Qaysi birlari? Yes. Keyingisi math and friend level. Ya'ni bu nima? Qanday? No. Mana section 2 da keladi. Asosan section 2 da yoki section 3 da keladi.
bu map nima? Mapda asosiy e'tibor berishlar kerak bo'lgan narsa. Birinchi shimol, janub, sharq, g'arbga bilib olishlar kerak. Tepa pastlari ham va o'ng taraflari ham bilib o'zinglarcha bilib olishlar kerak. turganda o'ng bu yoq, chap bu yoq, o'ng bu yoqmi yoki o'z bizga qarab turganda o'ng chap beradi. Qaraganmi? Mana misol uchun o'ng tarafda desa, mana bu tarafga oladi, chap tarafda desa, bu tarafga oladi. Shimol, janub, bir tarafga oladi. Yozib qo'yadi mana chizib qo'yadi o'zi. Iloji bo'lsa raytlarni ham yozib qo'yadi. Yo'q, raytlar yozmaydi, lekin shimol janublarni yozib mana chizib qo'yadi. Bu savol turida nima qilishlar kerak? Bu savol turida mana yozib qo'yadi javoblari. Bunisi sal boshqacharoq. Harf qo'yilgan bo'ladi. Bu yoqda yo'q, shunaqa bo'ladi mana. Article collection degan joy biz qayerda yashayapmiz? Misol uchun siz mana maydan entrance turibdi, entrancedan kirasiz, bu yoqqa yurasiz, bu yoqqa yurasiz deb aytadi. Iloji boricha eng e'tibor berishga kerak bo'lgan narsa mapda focus. Bittasini o'qishda bu. Misol uchun agar birinchi savolga mana shuni yonida degan bo'lsa, misol uchun art collectionni yonida degan bo'lsa, sizlar art collectionni bilmagan bo'lasizlar. Art collectionni qayerda degan bilmaysizlar, shuni yonida degan bo'lsa, uni ham o'qib olasiz. Asosiysi e'tibor berib, undan keyin buni yurasiz, buni yurasiz degan joylarga ham e'tibor berib, ishni turishlar kerak. Sizga tushgan? Map. No. Men writing. Bu mana savol turish shunaqa, mapda bilasizlar o'zi. Mana narsalar qayerdan bo'lsa bu asosiy e'tibor berishga kerak. Shimol janublarni, mana joylarni o'qib olishga kerak. keyin o'zini ko'rmayapti, mana library area degan, mana seminar room kerak, mana library office kerak. Shu narsalarni bilib olishga kerak. O'ng tarafda chaqirib to'g'riga boring, chaqirmang. Mapdan bo'ling masalan. Tushuninglar mapda. Keyingisi diagram completion. Endi bu kamdan kam tushadi. Bunaqa tushmaydi ham. Bu asosan readingga ham keladi, bunaqa kam. Tushib qolsa bunaqa qiyin emas. Mana tahlil qilib olsanglar, umuman anaqa operational cycle-ga operational cycle haqida gapirar ekan. Mana bir chekkadan ketadi savollar. 23-chekka, ya'ni cloud dropped into ocean and by nimadir ko'rinadi. Mana suvga tushdi va nimadir tomonidan qilindi. Demak, bizga verb kerak. Nimadir tomonidan nimadir qilindi, ya'ni tushdi va nimadir bo'ldi. Bizga mana badan keyin bizga verb kerak. Taxmin qilib, verb kerak. 23ta verb. Ocean okeanga tushdi va nimadir tomonidan nimadir bo'ldi. Mana satellite shunaqa shekilli. Mana satellite. Sun'iy yo'ldosh degani. Sun'iy yo'ldosh tomonidan O'ldirdi. nimadir qilindi. Yoki top. Okeanga va nimagadir tushdi. Faqat okean turibdi bu yerda. Agar yonidagi so'z bilan mana and bilan okean bilan birga kelgan deydigan bo'lsangiz, bu faqat okean turibdi bu yerda. Mana boshqa suv havzasi ko'rinmaydi. Demak, biz fe'l olishimiz kerak. Shu tomonda mana tayyor bo'lsalar ko'rsatib ham aytib qo'ygan. O'ldirildi deyish mumkin, yoki o'ldirildi deyish mumkin, yoki yoritildi deyish mumkin. Keyingisi average distance traveled. Demak, yurgan o'rtacha masofasini topishgan. Shuncha o'rtacha shuncha yurdi. Around Metr aytadimi yoki shu narsani ko'rasiz. raqam aytadi, metr narsaga O'sha raqam bilan metr, kilometr demoqchi mumkin. Ya'ni o'rtacha yurgan joyini ko'rsatadi. Raqam bergandagi raqam o'zini yozgan. Ha, tepada yozilgan. Yoziladi, ha. Mana misol uchun agar yozilmaydigan bo'lsa, menga yozib qo'yiladi. Metr, kilometr deb. Mana xatlarni ham bor-ku, mana dollar belgisini qo'yadi. Agar qo'yilmasa, o'zini yozadi. Keyingisi mana records changes in the something and nimada. Siz bitta savol deysiz, esidan keyin yana bitta so'z yozasiz. Keyin javobdan keyin faqat bittani berilgan bo'ladi. Xato bo'ladi. Bu narsa
ish yo'q desa. ha bitta harf yani ko'pligida bo'lgan. Qarang. Lekin ba'zan sizga mavjud. Ba'zi javoblar bor, mana qavsi yo'q qo'ygan javobda, mana ko'pligida bo'lsa ham, birlikda bo'lsa ham to'g'ri qilib tushungan. Shu javobga tushadi. Jahongirga aytgan edim, agar yaxshi bir vijdonli bir mehribon odam bo'lib qolsa, darrov taqdir. Lekin men shunaqa esda qavsi yo'q qo'ygan nima qabul qilmay, qo'limni tashlaydi. Bu kishi chunki o'zi javobni o'zi qavsi yo'q qo'ydi esini. Bo'lishi ham mumkin, agar bo'lsa to'g'ri qilasizlar, yo'q bo'lsa buni ko'rmaysizlar-da to'g'ri chip tashlaysizlar. To'g'ri qilasizlar buni ham. Ikkita variant yozib qo'ydim bizlarga. Shu, tushundinglar? Diagram qilamiz. Buni juda ham uncommon, shu ehtimolchilik ham tushib qolsa mana tushundinglar. Flowchart. Flowchart nima? Flowchart bir chekdan qaysidir kecha o'tganimizda bormidi? Tahlil qildik-ku? Ha, bor edi. O'sha narsa. Ya'ni bu ketma-ketlikda bo'ladi. Birinchi nimadan biri, ikkinchi nimadan uchinchi nimadan. Shuni tushuntirishga no more than two words ekan. Bu session outline. Koni anaqasi ekan. Tahliliy ekan. Bo'limni, qaysi bo'lim? Project topic. Birinchi topic haqida aytilibdi. Buni o'zi aytadi. Step, birinchi step, ikkinchi step, ya'ni bu steplarda bo'ladi. Shuning uchun flow chart deb ataladi. Ya'ni ketma-ketlik. Shunaqa chekmada aytiladi. Yes, ya'ni boshida birinchi bunaqa qiladi. Mavzu tanlanadi, keyin oxirida nimadir yasang bo'ladi. It's next door, with a separate entrance from the road. For the theatre manager's office, with the door on the left. Turn right at the water cooler, and right at right-hand side. And finally, the foyer, you're probably wondering why the box office isn't here, where the public would expect to find it.